kichik perimetrli esa qaysilari deyapti. Bittalab topib chiqamiz. Misol, birda perimetrni topmoqchi bo'lgan odam hisoblaydi. Bu tomon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu tomoniga 7 ekan. Bu tomoniga 1, 2 ekan. 7 ni 2 ga qo'shsam 9, 2 ga ko'paytirsam 18 ekan. P1. Endi P2 ni topaman. Bu yog'iga 3 ta, bu yog'iga 3 ta. 3 ga 3 ni qo'shaman. 6, 2 ga ko'paytiraman. 12. Bu tomoniga 8, bu tomoniga 4. 8 ga 4 ni qo'shaman, 2 ga ko'paytiraman. Bu tomoniga 6, bu tomoniga 2. 6 ga 2 ni qo'shib 2 ga ko'paytiraman. Buni topish uchun bu tomon qancha? 8 ketdi. Hisoblaylik. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 da. Bu 28 ekan. Eng kattasi qaysi bo'lishi unda? To'g'ri. Eng kichigi? Savollar bormi?